Assalomu alaykum. Sizlar bilan bo'lajak shifokor Fayzulloh va bu mening tibbiy kundaligim. Bolangizda shamollashning birinchi simptomlari boshlanganda, burun oqib, isitma ko'tarilganda siz dorixonaga murojaat qilasizmi? Bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz bola shamollaganda qaysi dorilar foydasiz, qaysilari rostdan ham kerakli haqida gaplashamiz. Bola shamollaganda organizm virus bilan kurashadi. Bizning vazifamiz bunga xalaqit bermaslik va kurashishga yordam berish. Ko'p onalar yo'l qo'yadigan xatolar bu isitma ko'tarilganda bolani isitmasini spirt bilan tushirishga harakat qiladi. Ya'ni bolaga yordam beraman deb aksini qilib qo'yishlari mumkin. Isitma ko'tarilganda bolaning organizmi interferon virusni o'ldiruvchi modda ishlab chiqaradi. Bu vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Bolaning kayfiyati yaxshi bo'lsa, harorati 38 gacha bo'lmaganda isitmani tushirish tavsiya etilmaydi. Agar bolaning kayfiyati o'zgarib, holsizlanib qolsa, isitmasi 38,5 bo'lganda xavfsiz bo'lgan dorilardan parasetamol yoki ibuprofen berish tavsiya etiladi. Dorixonalarda taklif qilinadigan ko'plab virusga qarshi moddalar, masalan, inazin, umifenavir va turli interfenogenlar kabi kimyoviy birikmalarning aksariyati xalqaro tibbiyot jamiyatida va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan virus davolash samarali deb tan olinmagan. Ya'ni ularni virus o'ldirish yoki sog'ayishni tezlashtirish haqida yetarlicha ilmiy asoslar yo'q. Soddaroq qilib tushuntirilganda, siz qo'llayib turgan virusga qarshi dori vositalari virusgacha yetib bormaydi. Oshqozon ichaki tizimida parchalanib ketadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, virusga qarshi antibiotiklarni qo'llamang. Antibiotiklar bu bakteriyalarni o'ldiradi, viruslarga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bolaga yordam beraman deb zarar yetkazib qo'ymang. Antibiotiklarni noto'g'ri qo'llash kasallikni og'irlashtirishga va ichakdagi mikrofloraga zarar yetkazib qo'yadi. Yana bir muhim ma'lumot, 4-5 yoshgacha bo'lgan bolalarda balg'am ko'chiruvchi mukolitik siroplar qo'llash xavfli. Sababi yosh bolalar qattiq yo'talib balg'amni chiqarib yubora olmaydi. Siroplar esa balg'amni suyultiradi va to'planishiga sabab bo'ladi. Buni oqibatida bolada kasallikning kuchayib ketish xavfi bor. Balg'amni yo'talda bolaga nima rostdan yordam beradi? Bu albatta ko'proq suyuqlik iste'mol qilish oqibatida balg'am suyuladi va chiqishi yengillashadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolangizda gripp asoratlari boshlansa, vahima qilishga shoshilmang. Har xil dorilarni qo'llab, bolangizni ham, o'zingizni ham qiynamang. Albatta grippga qarshi ishlaydigan dorilar ham bor. Masalan, asiltamivir va zanamivir. Ularni ham birinchi 48 soatdagina berish tavsiya etiladi. Undan keyin ular ham foydasiz. Shu o'rinda bola kasal bo'lganda qilishingiz kerak bo'ladigan ishlar: namlik bilan ta'minlash, ya'ni xonani namlanishi, burun va tomoqni qurib qolishini oldini oladi. Toza havo, ya'ni xonani havosini tez-tez almashtirib turing. Va albatta fizrastvorda burnini har 2-3 soatda tozalab turing. Bu bolaning nafas olishini yengillashtiradi. Bolaning sog'ligi dorilarning ko'pligi bilan emas, balki sizning to'g'ri parvarishingiz va to'g'ri qaroringiz bilan belgilanadi. Agarda bolangizda 3 kundan beri yuqori isitma, nafas olishga qiyinchilik, qusish bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Qolgan hollarda sabrli bo'ling. Bolaning holati yaxshi bo'lsa, organizmga qo'yib bering. Bizda hozircha shular. Obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli videolar hali oldinda. Salomat bo'ling.